Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga kamida 2-3 sotix yerlar uchun mo'ljallab chizilgan 2 qavatlik 6 ta xonadan iborat uy proyektini obzorini qilmoqchiman va birato'la uyimizga ketadigan qisqacha material rasxodlari va g'ishtdan qilganda qancha g'isht ketishi va gazoblokdan qilganda qancha gazoblok ketishini ham birato'la ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsalaringiz, materiallarning qisqacha xarajatlari, uyimizning parametrlari ko'rsatib o'tilgan. Mana shularni birma-bir sanab o'tamiz va bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, avvalo uyimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga mana ko'rib turganingizdek 10 metr eniga va uzunasiga 11.40 bo'lyapti. Shu holatida birinchi qavatimizda 3 ta asosiy xona va qo'shimcha xonalar, ikkinchi qavatimizda ham xuddi shunday 3 ta asosiy xona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat. Qisqacha fasad va orqa tomondan tanishtiradigan bo'lsak, uyimizning mana asosiy kiradigan eshigimiz 3 ta 4 ta zina bilan bemalol kiriladi va chap tomonimizda oshxonamiz bo'lyapti va bu tomonimizda bitta ota-onalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Koridordan to'g'ri kirganimizda mana bu e'tibor bergan bo'lsalaringiz, mana to'g'rida eshik bor, u yerda mehmonxonamiz joylashgan va yuqori qavatimizda balkonimiz bor. Mana bu yerda bitta yotoqxonamiz, yotoqxonadan balkonga chiqiladi va bu tomonda bitta bolalar xonasi bo'lyapti. Va orqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, mana bu mehmonxonamiz, boya aytgan mehmonxonamizning oynasi va eshigi va shu yerdan orqa hovliga mehmonxonadan chiqib ketiladi. Va mana bu yerda zinaxonamiz, ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz va bu yerda bolalar xonalari joylashgan bo'ladi. Umumiy ko'rinishi mana shunday. Endi bir boshdan betonlaridan boshlab planlarini, material xarajatlarini ko'rib chiqamiz. Endi birinchi qavatdan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, planirovkani bu tomonlarini yashirib turamiz va birinchi qavatni mana bunday ko'rib chiqamiz. Mana plitalari bor. Bularni ham hozir ko'rib chiqamiz. Qanaqa razmerda nechta plita ketishi, umumiy hisobda qancha ketishi. Va mana tepadan qaraydigan bo'lsak, общий mana ko'rinishi. Mana bu yerdan to'g'ri kiramiz. Hol koridorimiz bo'ladi. Shu koridor bo'ylab to'g'ri ketadigan bo'lsak, mana bu mehmonxonaga o'tiladi. Va chap tomonimizdan zinadan ikkinchi qavatga chiqiladi. Va chap tomonimizda boya aytganim mana oshxonamiz. Bu yerda mana bu katta oynali eshiklar ochib qo'yilsa, yana ham chiroyli keng ko'rinadi. Va bu tomonimizda ota-onalar yotoqxonasi bor. Spalni eshigi mana bu yerdan kiriladi va o'zining ichida sanuzeli ham bor mana bunday. Tepadan qaraganimizda bu mana bu spalnining sanuzeli va mana bu yerda umumiy sanuzelimiz bor birinchi qavatimiz uchun. Va to'g'ri ketganimizda boya aytgandek mana mehmonxonamiz bo'lyapti. Yuqoridan qaraganda mana shunday holatda bo'ladi. Endi birato'la o'sha mana shu uyimizni betonini ko'rib chiqamiz. Qancha ketishini ham birdan aytib o'taman. Mana betonin deylik. Mana shu holatda mana betoni bo'lyapti. Tagida podushkalari ham bor. Mana pastdan ko'rsatiladi. Mana shunday holatda podushkalari bo'lyapti. Betonimiz balandligi standart 1 metr qilingan. Uni endi kimning uchastkasi qanaqa past baland bo'lsa, balandroq yo pastroq qilinadi. Shu общий hisobni chiqarish uchun men 1 metr standart qilib ketganman. Mana shu holatdagi betonimizga ko'rib turganingizdek mana 43 bor yo'g'i 43 kub atrofida mana shunday beton sarflanadi. Uyimiz xonalari ko'p bo'lishiga qaramay juda ham kam xarajat qilingan. Endi birinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Mana shunday holatda mana bu g'ishimiz, birinchi qavatimiz ketadigan g'ish. Hozir gazobloklarni ham umumiy ko'rib o'tamiz. Mana shu holatdagi birinchi qavat va ikkinchi qavatimizga ketadigan g'ishimiz hammasi bo'lib mana bu yerda mana 40 mingta atrofida pishiq g'ish ketadi. Paltarashka g'ishimizdan 40 mingta atrofida ketadi. Endi gazoblokni ko'radigan bo'lsak, hozir gazoblogini ham ko'rib chiqamiz. G'ishtdan yashirib turib gazoblokni qilamiz. Mana bunday holatda mana gazoblokdan qiladigan bo'lsak, gazoblokdan ham uyimiz chiroyli chiqadi. Juda ham mana ko'rib turganingizdek oppoq hamma joyi. Mana shu holatida 2600 ta atrofida gazoblok hisobladik. Gazobloklarimiz razmeri eniga 40 lik, balandligi 20, uzunasiga 60 santimetrlik gazobloklardan mana shu 2600 ta atrofida ketadi. Xo'sh, birinchi qavatni ko'rib chiqdik. Endi oldin plitasini ko'ramiz, keyin ikkinchi qavatni planini ko'rib chiqamiz. G'ishtni yana joyiga qaytaramiz. Endi hozir plitalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana uyimizga ketadigan plitalarimiz mana shunday har xil razmerdagi plitalarimiz. Umumiy hisobda 78 metr atrofida plita ketadi. Plitalarimiz o'rtacha O'zbekistondagi narxi hozir 180 ming, 200 ming atrofida. O'shani bemalol ko'paytirib olsangiz hammasi mana shunday chiqadi. Mana shunday tartibda plitalarimiz qo'yib chiqiladi. Yonlariga keyin mana bu yerlarga obvyatsiya qilinadi. Seysma poyislari mana bu tomoni monolit bo'ladi. Mana shunday holatda keyin ikkinchi qavatimiz bo'ladi. Endi ikkinchi qavatni ko'radigan bo'lsak,
Bu hisobda hozir mana logolarni ham ko'ramiz. Hozircha yashirib turaylik, oldin planni ko'ramiz. Xo'sh, ikkinchi qavatimiz bo'lsa mana to'g'ri zinadan aylanib chiqadigan bo'lsak, chiqqanimizda mana bu yerda G shaklidagi hol bo'lyapti va chiqqanimizdan xo'sh, mana bu yerda birinchi qavatdagi zalni tepasida mehmonxonamiz ustida 2 kishilik yotoqxona bo'lyapti. Bolalar uchun yotoqxona bemalol kattagina razmerda yotoqxona bo'ladi. Va bu yerdan koridordan to'g'ri ketadigan bo'lsak, bu общий sanuzilimiz ikkinchi qavat uchun. Va koridor bo'ylab bu tomonga buriladigan bo'lsak, bu yoqda mana ikkita xonamiz. Birinchisi mana bu birinchi qavatdagi mana yotoqxonaning ustidagi xona bo'lyapti. Bu ham detskiy xonamiz bo'lyapti. Eshigi mana bu yerdan to'g'ri kiriladi. Va oxirgi xonamiz birinchi qavatdagi oshxona koridorlarining ustidagi xona. Bu ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. To'g'ri kiramiz. Buni ham o'zining ichida mana shunday sanuzili bor. Umumiy hisobda mana shunday ko'rinishda planirovkada bo'lyapti. Va endi nimalarni ko'radigan bo'lsak, lagalarini bularni ham обрешеткасini ham o'chirib turamiz. Mana shunday holatda 5 ga eniga 5 uzunligi balandligi 18 lik yog'och taxtamizdan umumiy hisobda har xil 6 ligi bor, 4 ligi bor. Ikkalasini ham o'z-o'z kesiladigan joylari bor. Umuman hisoblaganda 170 metr atrofida mana shunday yog'och taxta laga ketadi. Va undan keyin ustidagi mana bu обрешетка vassalari, bularning umumiy uzunligi 660 metr atrofida hisobladik. Mana bu lassa qo'yib, ustidan keyin bemalol qamish to'shab yoki to'shamay, ustidan qog'oz yoki karton qog'oz to'shab, loy bosib, lumboz qilsa bo'ladi. Birinchi qavatimizda plita, ikkinchi qavatimizda arzonroq tushishligi uchun mana shunday lumbozdan foydalanilgan. Va uyimizning tom qismiga keladigan bo'lsak, umumiy mana shunday holatda figura berilgan tomlarimizga umumiy hisobda 145-150 kvadrat atrofida mana shunday profnastil hisoblanadi. Tomimizni обычный oddiyroq standart tom qilsa, yana ham kamroq ketadi. Biz faqat zamonaviy ko'rinishligi uchun mana shunday sal figura berganmiz. O'shaning uchun ko'proq ketadi va usta haqi ham sal qimmatroq bo'ladi. Tomning o'zining taxtalari biroz bularni proyekt qilish biroz qiyinlik bo'lgani uchun nasib bo'lsa keyingi videolarda tomlarni ham proyektlarini qilib, qancha yog'och ketishini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Umumiy ko'rinishi mana shunday. Mana yurtdoshlar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib o'tdim. Biror talab, takliflar, buyurtmalar bo'lsa, o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarga qoldirib va men telefon nomerimni mana bu yerga qoldiraman. Telefon va Telegram nomeri ikkalasi bittaga ulangan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Va orqa tomoni mana yana bir bor ko'rsatib o'taman. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatda bo'lyapti.